Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Instagramda o'chib ketgan yozishmalarni qanday qilib tiklashni ko'rib chiqamiz. Birinchi hisoblov markaziga kiramiz. Bu yerda ma'lumotlar bo'limini topib, ma'lumotnomalarimizni yuklashni bosamiz. Keyin bu yerda ayrim ma'lumotlarni yuklashni bosamiz. Bu yerda o'zingizga keraklisini tanlaysiz. Menga xabarlar kerak. Xabarlarni bosamiz. Keyingisiga o'tamiz. Bu yerdan qurilmaga yuklab olishni bosamiz. Sanani belgilaymiz. Qaysi vaqt ichida bo'lgan yozishmalarni yuklab olmoqchi bo'lganingizni saqlashni bosamiz. Keyin xabar qilish usuli: o'zingizning Gmail manzilingizga kiritasiz. Formati HTML bo'lishi kerak. Yuqori sifatli qilsangiz uzoq vaqt ketishi mumkin, lekin rasmlar, videolar yuqori sifatda saqlanadi. Yuklab olish uchun vaqt beradi. 10 daqiqa, 20 daqiqalarda tayyor bo'ladi. Mana shu joyda yuklash tugmasi paydo bo'ladi. Hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling.